Diqqat! Bu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimnidir yoki nimanidir haqorat qilmoqchi emasmiz. Bu videoni olgan hamda ma'lumotlar hech kimni yoki hech nimani ta'rif qilmaydi. Bu shunchaki animatsiya. Ushbu video boshlanishdan oldin kanalga obuna bo'lishni unutmang. Shuningdek, o'z layklaringizni bosing. Bu siz uchun qiyin emas-ku, biz uchun yoqimli. Barchangizga maroqli tomosha tilaymiz. Assalomu hammaga, hurmatli mana omadlar, hurmatli yurtdoshlar. Hozir bu jonli efir degani bu men obunachilar bilan suhbat olib boraman. Suhbat degani bu shu suhbat gaplashib boramiz. Nega video chiqmayapti? Anchalar 2 haftadan beri deb aytyapti boshqalar. Chunki video chiqmagani sababi bu mani vaqtim bo'lmadi. Hamda shular bilan videoni tayyorlab bilan qildim. Qanaqa video tushirsa bo'ladi deb qildim. Keyin shu pulimni ishlat va vlog va 24 soat aylanadi. Olamiz degan 24 soat aylanadi. Qarshi o'tirish mumkin emas, turish kerak faqat. Shuni qilib beraman. Xudo xolsa 24 shu iyulda yaxshi yo'laqalar chiqadi. Hammaga salom, hozir ko'rib o'tirganlarga hammaga salom, hozir ko'rganlarga. Jonli efir hozir bilyapsiz. Bu tak men nega buni aytyapman? Nega 2 haftadan keyin video chiqmayapti? Shu menda vaqtim bo'lmadi. Yaqinda 4-iyul kuni yoki 3-iyul kuni shu 4-iyul kuni sening tug'ilgan kunda keyin men o'ylab qoldim. Nima qilishim kerak, nima qilay, pulimni ishlat, kim bilan olay deb qildim. Keyin saraga kirdim. Qaragan paytimda singlim tug'ilgan kunda yaqinlashib qolibdi. Shuning uchun singlim tug'ilgan kunida pulimni ishlatadi. Men singlim pulimni ishlatadi. Shu o'zimni Telegramni hozir ko'rsataman. Telegramda shu hamma narsani ko'rsatib boraman-da men. Shuning uchun hozir Telegram ko'rsataman. 1 2 3 ketdi. To'xtang. Shu videoni oldinroq bilishni xohlayapsizmi? Meni Telegram kanalim bor. Shunga obuna bo'lishni unutmang. Meni Telegram kanalimda har doim birinchi qanaqa video chiqishini hammasini kelishib olamiz. Shunga obuna bo'ling Telegram kanalimga. Telegramni ko'rdilaring. Telegram ko'rdilaring. Shunga obuna bo'ling va like bosing. Men shu birinchi qanaqa video chiqishlari hammasini kelishib olamiz obunachilarim. Mana tepada ko'ryapsiz, tepada kelishganman shu obunachilarim bilan qanaqa video tushirilik deb. Birinchi 50% bu vlog. Vlog bu 25% ekan, 25%. Birinchi o'rinda pulni ishlat 50% turibdi ekan. Keyin shu 4-yil, 3-yil kuni men pulimni silib ishlatadi. Lekin limit bo'ladi. Hozir silib bilmaydi. Biladi, kecha bilib bo'lgan. Lekin hozir sizlar ham bilib bo'ldingizlar. Qarchi, shu xudo xolasa video chiqadi. Shu video chiqadi. Hozir men hozir videoda tayyorgarlik qilyapman. Qanaqa challengelar bo'ladi, shu challengelar ham bo'lishi mumkin. Keyin bundan keyin pulimni ishlatgandan keyin seni pulni ishlatadi. Video chiqadi. Yana bir haftadan keyin vlog chiqadi, vlog. Vlog bu nima degani boshqalar tushunmaydi vlog nimaligini. Vlog bu boshqa davlatlarga borib olish vlog. Boshqa davlatdan videolar olish, videolar shu. Shu men qilaman vlog. Boshqa davlatga borib, qarchi shu vlog sizlarga ko'rsataman. Qarchi shu yaqinda vlog ham chiqadi. Pulni ishlatish degani 3 kun 4 kundan keyin chiqadi. Bu 1-iyul, hamdan tabriklayman 1-iyul. Garchi tomoshabinlar 1-iyul. Shuning uchun hozir chiqadi. Hozir men qo'shiq eshitib yotibman. Yotmayapman, shu qo'shiq eshitib turibman. Kamin, birga aytamiz. Kamin degan bitta qo'shiq bor-ku. Ketdi. Фотография твоя, горячая, воспоминания о тебе. У камня 6 утра, развитая душа, развитая бесшаймная аттента. У камня 6 утра, фотография твоя, горячая воспоминания.
тебе. У камня 6 утра, взлетая душа, взлетая. Shu xonadonchilar, hozir men shu omachilarni suhbat olib boraman. Hozir shu biza hozir qo'shiq eshitib, qarshi qilib oldik qo'shiq eshitib. Bu shu yaqinda chiqadi. Shu 24 soat aylanadi. Bu iyulda chiqadi, xudo xolasa 15-iyul yoki 16-iyulda chiqadi. 24 soat aylanadi. Qarshi turib qolish bo'lyapsan. 24 soat uxlamasdan. Kamerachini ham o'zim bilaman. O'zim kamera qo'yaman, ham o'zim bilaman. Film shu 2 soatlikmi, 1 soatlik oladi bo'ldi. Lekin u video ko'payib ketadi. Shu videoni men 10 minut 20 minutga cho'zdiraman, tez o'tkazib yuboraman. Chunki ko'p bu Тихо поверишь, будь моим нарядом, сладким шоколадом. Знаю, всегда я рядом, покой наш берегу. Будь всегда со мною, от дождя укрою. Только лишь с тобою выше я взлечу. Будь моим. Shu challengelar bo'ladi, videoni orqasida challengelar bo'ladi. Agarda men yutqizsam, men ko'ramiz hozir. Rejalar yo'q menda. Birinchi men pulni ishlatib olamiz, keyinsa shu vlogga tayyorlanamiz. Vlog bu boshqa davlatga borib shuni tayyorlanamiz. Keyinsa vlog olib bo'lgandan keyin shu 1 hafta 2 haftadan keyin 24 soat aylanadi o'tirmasdan. Shuni olamiz. Короче, xonadonchilar, hozir gapirishim ham cho'zilib ketdi. Shu sizlarga aytdim. Mana tepada Telegram kanalim bor, shunga obuna bo'lishni unutmang. Shu Telegram kanalimda o'zimga nima qilishimni hammasini kelishib olamiz. Mana bunga ko'rdilaring, boya ko'rsatdim, mana tepadagi 50% shu pulni ishlat, shuni olamiz. Короче, Selim meni pulimni ishlatadi. Shu 3-yil yoki 4-yil kuni chiqadi. 3-yil kuni boramiz, 4-yil kuni soat 12:00 chiqadi. 12:00 chiqadi. Ondan shuni hozir biz xayr deb qolamiz. Shu maza qilib ko'rdilaring. Shu yaqinda chiqadi. Lekin zo'r bo'lishi mumkin. Pulimni ishlatadi Selim. Unda pulimni ishlatish ham shartlari bor. Shartlarni o'ylab topdim men hozir emas, kecha. Odamda limit bo'ladi, limit. Qara, meni pulim hozir Selim yo'q. Men bitta o'zimman. Meni pulim 250 ming bo'ladi-da. Shu qara, 250 ming bo'ladi. Agarda limit bo'ladi. Men Selimga olaver deyman, lekin u limitdan oshib ketsa, bu olmaydi, hech narsa olmaydi. Agar limitdan oshmasa, hamma narsa oladi. Agar limitdan oshib ketsa, hamma narsa qaytarishga to'g'ri keladi. Endi tug'ilgan kuniga bitta narsa, ikkita narsa olib berishi mumkin. Tug'ilgan kuniga. Shu Selim o'z tanlaydi, xohlagan narsasini olib beradi, xohlagan. Lekin slime plain olmaydi. Slime plain olmaydi. Olsa ham u hisobga kirmaydi. Shunaqa xizmatdoshlar. Shu ikkita shart bo'ladi, ikkita shartdan agarda yaxshi o'tsa, hammasini olib beraman. Birinchi shart bu limitdan oshmasligi kerak. Ikkinchi shart esa slime plan o'nchoq olmasligi kerak. O'ziga kiyim shunaqa olish kerak. Lekin xohlagan narsasini olib beraman. Xonadonchilar, hammaga xayr va sog' bo'lasizlar. Короче, xizmatdoshlar. Hozir shu video ham cho'zilib ketdi, gaplashdik, birga qo'shiqlar ham aytdik, kamin degan qo'shiqlar ham aytdik. Короче, chiqari shu video zo'r bo'ladi deb o'ylayman. Lekin zo'r qilishim 80%. Pulimni ishlatdik. Xayr, bo'pti, sog' bo'lasizlar xonadonchilar. Короче, omachilar bilan suhbatdan o'tdi. Bu birinchi qismi suhbat.
har doim 2 haftadan beri, 1 haftadan beri video chiqmasa, shuning uchun men suhbat qilib olib boraman. Obunachilarimiz suhbat. U ko'p bo'ladi suhbat. Hamda bu shu nima bo'ldi, nima qilyapti? Shular hammasiga kelishib boramiz. Mutxayir sog'lom tomoshabinlar, shu hozir bitta like va obuna qo'ylaring, hozir obuna bo'lmaganlar. Mana tepada turibdi, nechtasi obuna bo'lgan, nechtasi obuna bo'lmagan. Shularga obuna bo'lganlarni iltimos. Mana tepada turibdi. Ko'zlam. Mana obunachilarim yaxshi. Lekin unaqa obuna bo'lmaganlar ham bor ekanda, ko'rganlar. Hammaga rahmat. Ikkinchi kanalimda shu ikkinchi kanalimda ko'tarildik, 42 ta obunachim bo'ldi. Rahmat hammaga. Hammaga rahmat, hurmatli bu hamma kanallarda, bu obunachilarim bilan suhbat hamma kanalda chiqadi. 5 ta kanalim, 5 ta kanalimda ham chiqadi. Короче, shu video hozir 5 ta kanalimda ham chiqadi. 5 ta kanalimda bitta Telegramni yuritib boraman. 5 ta kanalimda bitta Telegramni yuritib boraman. Chunki u 5 ta Telegram 5 ta kanal bo'lmaydi. Shuning uchun bitta Telegramda 5 ta kanal bo'ladi. Xayr, sog' bo'lasizlar. Hozir obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Bo'pti, xayr, sog' bo'lasizlar.